Bektemir rayoniga kelganman. 5 ta xonali, undan tashqari oshxonasi ham bor, zo'r joy. Bektemir postidan 600 metr kirgandan keyin shunda o'ng qo'lingizda shu kutib oladi sizlarni. Hamma shart-sharoit bor. Maktab, bog'cha, magazin, marshrut, avtobus, hamma narsa bor. Shunda kelasizlar, shunday yashaysizlar. Uyi doda xo'jasi. Ko'rib chiqamiz, narxini oxirida aytaman. Oxirigacha kuzatib turinglar. Xonadonimiz bilan tanishib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek fayzli mahalla. Endi men sizlarga hozir ichkarilarni ko'rsataman. Kirib o'rishda mana shunaqa bitta mashina bemalol, crossover ham bemalol sig'adigan darajada joy qoldirilgan. Xo'p, yorug'likni ta'minlash maqsadida, havo aylanishini ta'minlash maqsadida mana shunaqa katta qilib joy qoldirilgan. Kirganimizda chap qo'lda shunday mehmonxonamiz. Uyga mehmonlar kelganda bemalol kutib olish uchun kattagina joy. Ko'rib turganingizdek laminatlarni ham yaxshisidan, aboylar, sifatli lyustralar, attachento, hamma narsani eng sifatlisidan foydalanilgan xonadonda. Xo'p, zaldan chiqadigan bo'lsak, oshxona bor, chap qo'lda. Oshxonani ham panorama oyna qilib qoldirib ketirilgan. Xo'p, chiroyli qilib kafillar qo'yilgan. Oshxonamizdan tegi podvol bo'ladi. Xo'p, bu yerda mebel uchun tayyor joy. Kafilni qilasizlar, mebel ustanovka qilasizlar, bo'ldi. Oshxonaning tagidagi podvolga qatdan tushiladi deydigan bo'lsanglar, ayni mana shundan tushiladi. Akkuratni qilib yechim qilib ketishgan. Ko'rib turganingizdek podvolga mana shunday yo'l bor. Bemalol tushib, ayollarimiz bilasizlar, banka yopganda hamma narsani qo'yish bilmagan holatda mana shu pastga qo'ysa bo'ladi. Xo'p, endi uyimizda hozir chiroq o'chib qolibdi. Shuning uchun svetlar yoqilmagan holatda olyapman, lekin shunda ham yorug'likni ko'rsatib bera olamiz. Qani ketdi, bismillahirrohmanirrohim deb birinchi qavatda spalnamiz. Ko'ryapsizlar, chiroq yo'q bo'lsa ham yoriqqina 5 ta olyapman. Agar buni birga qo'yadigan bo'lsam, bundan ham tinov bo'ladi. Ya'ni 0.5 formatda olyapman, katta qilib xonalarni ko'rsatish maqsadida tupli pol bilan jihozlangan uyimiz. Bu yoqda ko'rib turganingizdek sanuzel, ya'ni birinchi qavat uchun akkuratni qilib hamma narsasi bitirilgan, kafillari, hamma narsani eng sifatlisidan foydalanilgan. Tupli pollarimiz ham bor. Xo'p, endi sizlar bilan ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatga chiqishimizda bizani mana shunaqa chiroyli yo'lak kutib oladi. Qani ketdi. Xo'p, zindalarning hammasini sifatli materiallardan, yaxshi narsalardan qilingan, salafallarigacha turibdi. Urinib qolmasligi uchun, bu xonadonni sotib oladigan odam mazza qilib yashashi uchun hamma sharoit qilib qo'yilgan. Xo'p. Ko'rib turganingizdek, ikkinchi qavatda mana shunaqa holcha kutib oladi bizani. Bu yoqda ham pastda mana zal, tepada ham yana zal. Bemalol mehmonxonada ko'pchilikni kutib olsanglar bo'ladi. O'zbekda nima ko'p, xudoyi ko'p, to'y ko'p. Mazza qilib o'tirib mehmonlarni kutib oladigan joyi bor. Xo'p, bu laminatni ko'rib turganingizdek boshqacha, pastda boshqacha polni kombinirованный qilib chiroyli qilib ishlashgan. Xo'p, bu ham bitta spalniya bor. Ikkinchi qavat uchun bemalol ota-onalar yotoqxonasi qilib ishlatsa bo'ladi. Xo'p, ko'rib turganingizdek mana boyagi joy. Xo'p, endi ikkinchi, ya'ni bolalar yotoqxonasini ko'rsak bo'ladi. Ikkita oila ham kelib aka yashasa bo'ladi. Bunaqa bolalarni shunday yotqizib qo'yishinglar, 3 ta bola yayrab dars qilib o'tiradigan darajada xona bo'ladi. Xo'p, ikkinchi qavatdagi sanuzelimizni ko'rishingiz mumkin. Bu ikkinchi qavatdagi sanuzelimiz. Hamma shart-sharoit bor, kafil, mahfil. Shunday kiyim-kechak, mebelingizni olib kelasiz, kelib yashayverasiz, bo'ldi. Boshqa hech narsa talab qilinmaydi sizdan. Hamma joyda chiroyli lyustralar, har bitta xonada hamma narsasi bitgan. Sizdan pulni shitirmaqi sanaysiz, kelasiz va yashaysiz, bo'ldi. Shu narsa so'raladi, boshqa hech qanaqa muammo olasiz. Joningizda sog' bo'lsin, narxini keladigan bo'lsak, hozir narxini ham aytib o'taman. Tashqariga chiqib oling. Shu ko'rib chiqqan xonadoningizga uy egalari tomonidan atiga 73.500 AQSh dollari so'raladi. Pastda qolgan raqamdagi aloqaga chiqsanglar, yana ozgina kelishadigan joy bor. Telefon qilganda aralashib bo'lgandan chiqolgan desanglar bo'ldi. Bu videoni shinam va ko'p xonali uy qilib yurgan jigarlarga sekin jo'natib qo'yasiz. Hammaga rahmat, aralashib bo'lgandan qolmang. Like bosib, podpiska bosish esingizdan chiqmasin. Joningizga sog' bo'lsin.